o't o'lanlarda davolash kerak. Chunki karantinda biza juda ham immunitetimizni tushirib tashladik. Antibiotik qilmaydigan fikrda gapirdilar. Endi o'shandan keyin bir 90% doktorlarimiz antibiotik shaqillatib yozadigan doktorlarimiz endi bez antibiotik davolash kerak. Bez antibiotik qani o'sha payt qattiq deydilar. Bizga ataka bo'lgan paytlar doktorlar hammasi pastga kuzatdi. Aytmadinglar, to'g'ri qilyapti bu bez antibiotik. Mana shunaqa batlar bu dori emas bu. Batlarni ko'p yozib bergan bo'lsa ham bular bat bular. Bular vitamin yeyish kerak, odamga foyda beradi deb gapirmadinglar. Endi hozir prezidentimiz O'zbekistonda batlar ko'payib ketgandan keyin doktorlar sekingina o'tyapti. Adolat unaqa bo'lmaydi. Har doim adolat, haq gapirilishi kerak. Biz misol uchun o'sha payt bez antibiotik davoladigan iloji bo'lgani uchun gapirib chiqqanmiz. Bez antibiotik davolasa bo'ladi deb. O'sha payt yo'q edinglar. Prosta odam jahli chiqadi-da. Adolatli bo'lishi kerak odam baribir. Qanaqadir haqqi gapirish kerak-da. Qochib yurib turib, o'sha narsa kelib qolgandan keyin, ha to'g'ri antibiotik davolash kerak deb turib keyin chiqmaydi. Hamma rozi bo'lgandan keyin.